Assalomu alaykum aziz talabalar. Bugun sizlar bilan harbiy san'at tarixi fanining 7-mavzusi qadimgi Xitoyning harbiy san'ati haqida to'xtalib o'tamiz. Bunda quyidagi rejalar bilan tanishib chiqamiz. Birinchi rejamiz qadimgi Xitoyning harbiy san'atining paydo bo'lishi, ikkinchi rejamizda qadimgi Xitoydagi harbiy nazariy fikrlar, Sun-Tzu ma'lumotlari, shu bilan birgalikda uchinchi rejamizda qadimgi Sharqda harbiy san'at rivojining xulosalari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Avval tayanch iboralar qadimgi Xitoy harbiy san'atining paydo bo'lishi nazariyasi, Sun-Tzu haqida bemalol tanishib o'tamiz. Keyingi nimamizda mana adabiyotlar, qadimgi Xitoy tarixi bo'yicha o'rganadigan adabiyotlarimiz. Keyingi nimamizda mana e'tibor bersak, miloddan avvalgi 2-ming-yillikda aynan siz bilan biz yashayotgan hududda Osiyoning janubiy sharqiy qismida qadimgi Xitoy davlatlari demak vujudga kela boshladi. Aynan bu davlatlarning vujudga kelishida tarixdan bizga ma'lum, demak Buyuk Xitoy devori haqida, bu bilan birgalikda aynan ko'chmanchi qabilalar, ya'ni shimoldagi ko'chmanchi qabilalardan himoyalanish uchun Siyunlar, keyinchalik esa Gunlardan himoyalanish hamda o'rta asrlarda Mo'g'ullardan himoyalanish zarur edi. Aynan bu orqali harbiy nazariy taktiklar vujudga kela boshladi. Endi aynan demak Xitoyda birinchi mashhur sulola miloddan avvalgi demak 18-asrda armiyaga tayangan kuchli demokratik davlat vujudga kela boshlaydi va asta-sekinlik bilan qo'shni qabilalarning hujumlaridan himoyalanish hamda jang olib borish nazariyalari vujudga kela boshlaydi. Xo'p, qadimgi Xitoyning qurol-yarog'i va harbiy san'atining rivojlanish jarayoni e'tibor bersak, qadimgi Misr, Eron hamda demak Hindistondan farqli ravishda mustaqil tarzda rivojlanganini ko'rib o'tishimiz mumkin. Chunki bunga misol tariqasida demak hududning ancha olisligi misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Yoki Xitoyda misol tariqasida jang aravalari Misr hamda Kichik Osiyoga qaraganda ancha kechroq vujudga keldi. Miloddan avvalgi 13-11-asrda biz to'xtalib o'tganimizda darsimizda aynan jang aravalarining yuzaga kelishi Iksoslarning o'sha Misrga hujum bilan boshlanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ilk qadimiy Xitoy davlatlarida In podshohligi davrida qo'shin demak quyidagi qismlardan iborat bo'lgan. Demak piyodalar, otliqlar va jangovar aravalarga bo'lingan ekan. Bu yerda esa demak qo'shinni soni o'sha vaqtlarda 5000 kishidan oshmaganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Otliq otryadlar odatda 300 kishidan tashkil qilgan, keyinchalik esa o'sha nimaga qarab, ehtiyojga qarab ularning sonining kamayib yoki ko'payib borganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Xo'p, jangchilarning asosiy quroli shu O'rta Osiyoda bo'lgani kabi demak o'q-yoydan iborat bo'lgan ekan. O'q-yoy o'sha O'rta Osiyodagi demak sak va massaketlar foydalangan o'q-yoyga nisbatan ma'lum bir tuzilishlarga ega bo'lgan. Endi shu bilan birgalikda o'q-yoydan tashqari boltalar, sekirlar, ya'ni sopi uzun poyboltalar, qilichlar, uchlari bronzadan yasalgan nayzalar, troti, ya'ni uloqtiriladigan nayzalar bilan ham ularni qurollanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Xo'p, jangchilarni asosan demak qalqonlar hamda bronzadan yasalgan dubulg'alarga ega bo'lgan. Aynan ular orqali dushmandan himoyalangan. Jangovar tartib piyodalardan, otliqlardan hamda jangovar aravalardan iborat bo'lgan, asosiy tarkibdan iborat bo'lgan. Shu bilan birgalikda aynan ularni o'sha jang paytidagi harakatlanish ham ma'lum bir o'sha sarkarda yordamida boshqarib borilgan. Xitoy qo'shinida esa bu davrda asosiy kuchni demak jangovar aravalar hamda otliqlar tashkil qilgan. Sababi ko'rsak, mana jangovar aravalarning holati ancha takomillashgan. Avval ulardagi g'ildiraklardagi spesalar soni kam bo'lgan bo'lsa, keyinchalik esa to'liq egallaganligi va jang paytida ancha qulay bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Jang arabalari va otliqlar bu armiyaning o'sha paytdagi eng qudratli hisoblangan. Sababi 10 ta jangovar arava dushmanning 1000 ta jangchisini yanchib tashlash imkoniyatiga ega bo'lganligini yoki 100 ta jang aravasi dushmanning demak 10 000 jangchisini yanchib tashlaganligi yoki 100 ta o'sha otliq 1000 ta kishini quvg'in qilishi haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Haqiqatan ham demak asosiy o'sha kuch jangovar aravalar bo'lgan. Sababi
keyinchalik takomillashganligi uchun jangovar aravalar o'sha asosiy otliq qo'shinning paydo bo'lishigacha bo'lgan davrda miloddan avval 5-asrgacha asosiy demak jangovar zarbdor qo'shin bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Jangovar aravalar ikki turga bo'lingan. Ikkita demak ot qo'shilgan hamda 4 ta ot qo'shilgan jang aravalaridan demak iborat bo'lgan. Buni ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana 4 ta qo'shilgan otlarning nimasi, jang aravasi. Ularda ham aynan demak 4 ta yoki 2 tali qo'shilgan jang aravalar, shu bilan birgalikda aynan o'sha keskir bo'lgan o'sha qilichlardan foydalanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Qildiraklardan xuddi Erondagi bo'lgan singari. Ba'zi mana muzeylarda saqlanayotgan aynan nimalarda aynan ularning shu 4 ta yoki undan ko'proq bo'lgan otlardan jang aravalarida qo'shilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Har bir demak o'sha paytdagi jang aravasida 75 ta jangchi harakatlangan. Ulardan demak 3 nafar og'ir qurollangan jangovar arava ustida turib jang qilgan bo'lsa, qolganlari esa 3 ta bo'linmaga bo'lingan. Bittasi demak jangovar aravaning oldida, qolgan ikkitasi esa aynan yon tomonlarda turib harakat qilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Miloddan avvalgi demak 6-5-asrlarda Xitoy qo'shini aniq tashkiliy tuzilmaga ega bo'lgan. Ulardan ko'rib chiqamiz. Misol uchun demak asosiy markaziy qism hamda demak yon tomonlardagi qismlar bo'lganligi. Endi aynan har bitta hududda bo'lgan singari qo'shinning ma'lum bir tarkibiy qismlari mavjud bo'lgan Xitoyda. Kichik qo'shin U, ya'ni 5lik deb nomlangan. 5 ta U lianni, ya'ni 25 ta jangchi tashkil qilgan. 4 ta lian esa Sizuni, ya'ni 100 ta jangchini, 5 ta Sizu Liyuy, ya'ni 500 ta jangchini tashkil qilgan. 5 ta Liyuy esa Sini, ya'ni 2500 ta jangchini, 5 ta Si Sizyun, ya'ni 12500 ta jangchini tashkil qilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. 6 ta demak misol tariqasida demak oliy birlashma 3 ta Sizu, ya'ni 37500 ta jangchi, har bir Sizu o'zining ma'lum bir taktik belgilariga ega bo'lgan. Misol tariqasida buni avangard, markaz yoki arergardlarni misol tariqasida keltirib o'tsak bo'ladi. Avangard haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, dastavval demak fransuz so'zi olingan ekan bu. Avant, garde, ya'ni oldindagi qo'riqchi degan ma'noni anglatar ekan. Harbiy bo'linma yoki o'sha qismga nisbatan ishlatilgan tushuncha hisoblanar ekan. Xo'p, Chijovani o'sha paytda hukmdori demak 6 ta Sizyuga ega bo'lgan ekan. Misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Sizuni demak 2500 ta jangchini Sizu deb atalgan bo'lsa, o'sha paytda demak 6 tasi 75000 ta demak jangchini tashkil qilgan. Bu keyinchalik. Otliqlarda qo'shinni tashkil etishning asosini 10lik tizim tashkil qiladi. Misol tariqasida 5lik quyi bo'linma bo'ladigan bo'lsa, navbatdagi 2 ta 5lik demak 10 ta otliqni, undan keyin 100 ta hamda 200 otliqdagi birlashmalar yuzaga kelganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana bu yerda esa aynan jang taktikasi qo'shib, aynan o'sha piyoda qo'shinni mag'lubiyatga uchratish uchun tuzilgan qo'shin hisoblanadi. Jangovar aravalar demak boshqacha demak tashkil etilgan. Ularda e'tibor bersak, quyi bo'linmalarda 5 ta jangovar arava bo'lgan, 2 ta 5lik keyingi bo'linmalar tashkil etgan. Shu bilan birgalikda misol tariqasida undan keyin esa 50 ta va 100 ta jangovar aravalarga ega bo'lgan bo'linmalar harakatlanganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Xitoy otryadining jangovar aravalari bilan demak saqlanishini ko'rib turibmiz. Qadimgi xitoyliklarda qo'shinni demak boshqarish tizimi ishlab chiqilgan. Mana e'tibor bersak, mana qadimgi Xitoy tasviri keltirilyapti. Qo'shinni boshqarishda o'sha piyoda, otliq hamda jangovar aravalar alohida ahamiyatga ega bo'lganligini haqida to'xtaladi. Demak, bo'linmalarda tovush bilan birlashmalar demak o'sha biz ishlatadigan demak barabanlar yoki bonglar, bayroqlar, belgilar yordamida boshqarilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Hozirgi paytda ham bu narsalar demak zamonaviy armiyalarda ham mavjud. Qadimgi tuzuklarning birida ta'kidlanishi, e'tibor bersak, barabanlarning bongi bilan jangovar aravalarga, otliqlarga, piyodalarga qurolni, ya'ni boshqa yoki oyoqqa olish signallari berilgan. Xuddi hozirgi zamonaviy armiyadagi signal. Miloddan avvalgi 5-asrda buyuk Xitoy tekisliklarida
yettita mustaqil podshohliklar yuzaga keladi va ular demak kurashayotgan podshohliklar nomi bilan bizga demak tarixdan ma'lum. Bundan avvalgi 5-chi, aynan demak 3-chi asrlarda mavjud bo'lgan. Ular doimiy tarzda urush olib borgan. Va bu yerda aynan keltirilyapti aynan qabilalarning nomlari, ular o'rtasidagi olib borilgan urushlar. Xo'p, aynan bu yerda esa keyinchalik takomillashgan jangovar qurol, misol uchun arbalet tasviri keltiriladi miloddan avvalgi 4-asrda. Hozirgi demak mavzuimiz bo'yicha umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, aynan ularning ya'ni xitoyliklar boshqalarga nisbatan jangovar aravalari bilan takomillashgani, asosiy qo'shinning zarbdor qismi jangovar aravalar bo'lganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Aynan shu orqali jangning taqdirini demak hal qilgan ekan. Boshqa hududlarga nisbatan esa jangovar aravalar yaqin sharq mamlakatlariga nisbatan keyinroq paydo bo'lgan bo'lishiga qaramay, lekin ularning takomillashgan holatini ko'rib o'tishimiz mumkin. E'tiborlaringizga rahmat.